Bolani beshikda uxlatish yoki beshiksiz uxlatish. Beshiksiz uxlatish. Chunki beshikda uxlagan bolani miyasi chayqaladi, chanoq. Ushbu videoga bugun izoh berib o'taman. Beshik mavzusida qilingan videoyimizga juda ko'pchilik salbiy fikr bildirdi. Nimaga aynan beshik mumkin emas deb aytilgan u videoda? Kelinglar bugun shuni ko'rib chiqamiz. Nevrologik kasalliklarga, cherepnoy davleniya, boshida gematoma bo'lishi, boshida suv yig'ishi, miya faoliyatida o'zgarishlar bor bolalar hamda gipoksiya, ya'ni kislorod yetishmovchiligi bilan tug'ilgan bolalarga beshik mumkin emas. Bunda bosh chayqalishida bolalar boshiga ortiqcha zo'riqish olishi mumkin. Hamda ortopedik kasalliklar deb sanab o'tganmiz. Ortopedik kasalliklarga bu suyak muammosi bilan tug'ilgan bolajonlarda, ayniqsa displaziya kasalligi. Displaziya kasalligi bu bolalarda noto'g'ri rivojlanish, ya'ni suyakni noto'g'ri rivojlanish. Bu har bir a'zosida bo'lishi mumkin, lekin bizani O'zbekistonda yoki umuman butun dunyo bo'yicha bolajonlarda ko'proq suyagini noto'g'ri rivojlanishi kuzatiladi. O'shanda bolani beshigiga belaganda son suyagi tas sohasidan chiqib ketish ehtimoli yuqori bo'lgani uchun displaziya kasali bor bolajonlarga beshikka belash mumkin emas. Beshikda boshi chayqaladi degan gapimizni eshitib ko'pchilik negativ bildirdi. To'g'ri, oldingi odamlar, ajdodlarimiz, oldingilar, olim va ulamolar sizlar aytganinglardek beshikda yotgan, hattoki biz ham beshikda katta bo'lganmiz. Lekin hozirgi paytda 30 yil oldingi bolalarning fiziologiyasi bilan hozirgi kunda, hozirgi zamonda, hozirgi sharoit va muhitda tug'ilayotgan bolalarning fiziologiyasi umuman bir-biriga to'g'ri kelmaydi. To'g'ri, oldin immunitet yuqori bo'lgan, toza havo bo'lgan, tabiiy mahsulotlar bo'lgan, onalar ham ancha ichki xotirjamlikda bo'lishgan. Lekin hozirgi kunda stress ko'p olishadi onajonlar, ko'p asabiylashishadi, tug'ruqlar juda ham xavfli holatlarda tug'ilishadi bolajonlar. Onalar kerakli o'ziga muolajalarni vaqtida qilishmaydi. Shu sabab bolalar juda ham ko'p kasal bo'lib tug'ilishyapti. Hozir beshikka solish juda ham xavfli hisoblanib qolishgan. Beshikka solishdan oldin eng yaxshisi ortoped, nevropatolog hamda pediatr shifokor bilan maslahatlashinglar. Bolani to'liq diagnostika qilgandan keyin beshikka bemalol solib, beshikda uxlatib, kerak bo'lsa qancha vaqtgacha yotsa, shuncha vaqtgacha beshikka belasanglar bo'ladi.